Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Axarovna, 15 yil stajga ega ginekologman. Keling, bugun sizlar bilan tug'ruq boshlanganini qanday bilsa bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Ayollarimiz, homilador ayollarimiz tug'ruq boshlanganini qayerdan bilsalar bo'ladi? Tug'ruq boshlanganini qorindan, ya'ni qorinni tubi pastlashidan bilsa ham bo'ladi. Ya'ni homiladorlikdagi o'sha bachadon tubi pastroqqa tushsa, tug'ruqqa yaqinlashgan bo'ladi. Bundan tashqari, bachadon bo'ynidan keladigan sheychniy probka deydi, ya'ni shilimsiq shimon выделение keladi. Bu выделение tug'ruq boshlangandan oldin keladi. Rangi qanaqa bo'lishi mumkin? Rozoviy, pushti va uzun cho'ziluvchan bo'lib keladi. Bundan tashqari, tug'ruq boshlanganini og'riqlarni xarakteriga qarab bilsa bo'ladi. Qanaqa bilsa bo'ladi? Tug'ruq boshlanishidan oldin ayollarda lojniy deymiz, ya'ni soxta tug'ruqlar kuzatiladi. Soxta tug'ruqni haqiqiy tug'ruqdan qanday farqlasa bo'ladi? Soxta tug'ruqlar bular oralig'i qisqa va juda ham kuchli bo'ladi. Haqiqiy tug'ruqda bo'lsa, oralig'i boshida uzoq vaqtda keladi va sekin-sekin kuchayib boradi. Bu farqlari. Haqiqiy tug'ruqqa o'tganda qanday bilsa bo'ladi? Boshida oralig'i 30 minutdan qisqarib boradi, 20 minutga o'tadi, 10 minutga o'tadi va shu tariqa har og'riqlar dardini oralig'ini qisqarish borishi o'sha ayolda tug'ruq jarayoni boshlanganini belgisi hisoblanadi. Qanday holatlarda homilador ayollarimiz ekstreniy holatda, ya'ni tug'ruq boshlanganmi, boshlanmaganmi, unga qaramasdan turib ginekolog ko'rigiga borishlari shart. Qachonki homilador ayoldan qon kelib qolsa yoki bo'lmasam suv ketib qolsa, bu tug'ruq boshlanmasdan turib ginekologga borishga ko'rsatma hisoblanadi. Tug'ruq boshlanganda og'riqlar xarakteri qanday bo'ladi? Beldan boshlanadi va qovuqqa pastga qarab og'riq beradi. Bu haqiqiy tug'ruq boshlangandagi og'riqlar hisoblanadi. Homiladorlarda tug'ruq boshlanganda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ayollarimiz ko'proq e'tibor berish kerak. Og'riq paytida chuqur nafas olish kerak. Sababi, og'riq bo'lgan paytda bachadon qo'zg'aladi va tonusga keladi. Shu mahalda bolada kislorodning yetishmovchilik bo'ladi va yurak urishida o'zgarish kuzatiladi. Shuning uchun og'riq bo'lgan paytda homilador ayollarimiz chuqur nafas olishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, tug'ruqli og'riqlarda asosan ayol qanday holatni xohlasa shu pozada yurishi yoki yotishi, faqat yonboshlab yotishi yoki bo'lmasa unga yurish qulay bo'lsa, yurishi tavsiya etiladi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Hali oldinda bundanda qiziqarli ma'lumotlar bor.